kasal bo'lib qoldim bolam. Kuch-quvvatim ketdi bolam. Bir atala bo'lsa edi, kuchga to'lar balki tanam. Qozonga dumba solamiz, yog'ini chiqarib olamiz, piyoz solib ortidan tillarayni beramiz. Qiymani qo'shamiz, tezliklari chiqar. Juda kartoshka ham navbatda. Qovurilar albatta. Alohida unni qovurib, tillaranga keltirib, qozon ichiga qo'shib unni suv qo'shamiz to'ldirib. Tuz va zira solinadi. Mazasi shunda to'linadi. Biroz qaynab pishganda tayyor bo'lar atala. Atalamiz pishguncha yarim bo'lak sariyog'ga suv, tuz, shakar ozgincha unni solib qorib oldik. Lochiraga xamircha. Hamma yetdi ko'z tegdi deb. Nek sog'aydim duo bilan. Ko'z tegmasin deya yozib, tilab keting shifo bilan. Bu gal men pishirmadim. O'rgatib turdim, biroq qo'llarimning mehnatiga yurakcha boshing ko'proq. Ko'mir lochira. Bunga sabab sen o'tira. Qani, bismillah. Birinchi qoshiq jo'da manzalo, ikkinchisi rohatu. Dasturxonda bo'lsa atala, kuch keladi albatta.